Assalomu alaykum. Men Nuriddin va Soliha Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi Ubaydullovatov nomli 1-umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinfida o'qiyman. Informatika fani to'g'riga a'zosiman. Yoshim 15 da. Men barchamiz mazza qilib uchadigan attraksion maketini yasadim. Bunda bitta motordan foydalandim. Motor attraksionni harakatga keltirish vazifasini bajaradi. Qolganlari esa elementlar. Endi kodlar bilan tanishib chiqamiz. Klaviaturada bo'sh joy tugmasini bosganimizda attraksion 10% dan oshib boradi. 20-30 bo'lib 100% gacha yetib keladi. 100% ga yetganda esa yana 10% dan kamayib boradi va oxirida motor to'xtaydi. Endi attraksionimizni ishlatib ko'ramiz. Ko'rib turganingiz kabi attraksionimiz juda zavqli. Hammaga bu attraksionimizni yasab ko'rishni tavsiya qilaman. Xavfsiz attraksionni yasab ko'rish bolalarda konstruktorlik va dasturlash qobiliyatini shakllantiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.